Mamlakatimizda huquq tartibotni mustahkamlash, jinoyatchilikning barvaqt oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarning Sirdaryo viloyatidagi ijrosi bugun viloyat rahbari boshchiligida muhokama qilindi. Unda hududlarda xavfsiz muhitni shakllantirish va huquqbuzarliklar profilaktikasini kuchaytirish borasida olib borilayotgan ishlar viloyat prokurori hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirokida birma-bir ko'rib chiqildi. Shuningdek, viloyatda sodir etilgan jinoyatlar tahlil etilib, o'g'rilik, firibgarlik, giyohvandlik kabi jinoyatlarni keltirib chiqaradigan omillar ko'rib chiqildi. Guliston shahrida qasddan badanga yengil shikast yetkazish hamda Sirdaryo va Boyovut tumanlarida sodir etilgan o'g'rilik jinoyatlari mahallalar yettiligi ishtirokida atroflicha muhokama etildi. Ushbu holatlar misolida yettilikning jinoyatni oldini olish borasidagi harakati qoniqarsiz deb baholandi. Viloyat rahbari Erkinjon Turdimov jinoyatchilikka qarshi kurashish barchaning doimiy e'tiborda bo'lishi zarurligini ta'kidlab, mahalla instituti bu borada keng jamoatchilikni jalb etishi lozimligini bildirdi. Shu bilan birga muhokama davomida viloyat prokurori kiber makonda sodir etilayotgan jinoyatlarga to'xtalib, targ'ibot tashviqot ishlarini yanada ko'paytirish yuzasidan mas'ullarga ko'rsatma berdi. Yakunda huquqbuzarliklar profilaktikasini kuchaytirish bo'yicha navbatdagi vazifalar belgilab olindi.